Davom etamiz. Dalillarga asoslangan ta'lim transformatsiyasi, baholashdagi tendensiyalar, muammolar va innovatsion yechimlar. Poytaxtimizda o'tkazilgan xalqaro forum ana shunday nomlandi. Ta'limni rivojlantirish Respublika markazi hamda qator hamkor tashkilotlar tomonidan tashkil etilgan mazkur anjumanda kompetensiyaga asoslangan inklyuziv baholash, milliy hamda xalqaro baholash tadqiqotlari muhokama etildi. Ta'lim sohasida baholash muhim o'rin tutadi, ammo bu tizim qanday asosda yo'lga qo'yilsa, u adolatli, haqqoniy bo'ladi. Ushbu yo'nalishda dunyo tajribasi qanday? Baholashning zamonaviy an'analari nimalardan iborat? Xalqaro forumda amaliyotchi va nazariyotchilar, xorijiy tuzilmalar vakillari, umumiy o'rta maxsus, kasbiy va oliy ta'lim tizimlarida baholashning shu kabi qator masalalarni muhokama etishdi. Xalqaro baholash dasturlari 2018-yilda Vazirlar Mahkamasining qarori bilan qabul qilingan bo'lib, unda xalqaro baholash dasturlarini bitta talabi bor. Bu ham bo'lsa, baholash mezonlarini to'g'ri qo'llash. An'anaviy ta'limda o'quvchilar, talabalarni faqat bilimini nazorat qilib, bitta komponentdan baholanayotgan edi. Endi bu 6 ta bosqich bo'yicha aynan dalillarga asoslangan baholash va bilimlar transformatsiyasi ketmoqda. Bu yerda O'zbekistonning hozir umumta'lim maktablarida summativ baholash turi bor. Anjumanda so'zga chiqqanlar kompetensiyaga asoslangan va inklyuziv baholash, milliy hamda xalqaro baholash tadqiqotlari haqida ham gapirib berishdi. Ta'limdagi yutuqlarni baholash xalqaro assotsiatsiyasi bilan hamkorlikda PIRLS 2026 xalqaro tadqiqotining tajriba sinov jarayonlarini ham muvaffaqiyatli o'tkazdik. Ayni paytda PIRLS 2006 tadqiqotining asosiy sinov bosqichiga tayyorgarlik ishlari davom etmoqda. Ushbu jarayonlar 2026-yilning aprel va may oylarida o'tkazilishi rejalashtirilgan bo'lib, bugungi kunda 164 ta maktab xalqaro talablar asosida tanlab olindi. Shuningdek, milliy reyting tizimlari kasbiy ta'limda baholashni takomillashtirish va ushbu jarayonlarga sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning imkoniyatlari hamda xatarlari, mehnat bozori talablari asosida kompetensiyalarni aniqlash masalalari ham ekspertlar tomonidan tahlil etildi. O'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra, ta'lim sifatiga ta'sir etadigan eng muhim omillardan biri bu baholash hisoblanadi. Albatta, to'g'ri baholashni tashkil etish hozirgi kunda O'zbekistondagi eng muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Shuning uchun ta'limga aloqador tashkilotlar, xalqaro ekspertlar hamda mahalliy ekspertlar guruhi bugun mana shu baholashdagi demak dalillarga asoslangan ta'lim transformatsiyasini amalga oshirish, demak baholashni uzviyligini ta'minlash, umuman olganda ta'limdagi uzviylikni ta'minlagan holatda aynan baholash bilan bog'liq komponentani ham demak to'ldirish ustida ishlar olib borilmoqda. Qatnashchilar e'tirof etganidek, mazkur forum baholash tizimidagi mavjud muammolarni aniqlash, subyektivlikni kamaytirish hamda xalqaro tajribalar asosida innovatsion yechimlarni joriy etish bo'yicha taklif va tavsiyalarni o'rtaga tashlash uchun samarali muloqot maydoni bo'lib xizmat qildi.